Assalomu alaykum akalar. Profmasterda nima ishlar bo'ladi? O'sha haqida ma'lumot beraman. Bizda Profmaster servisimizni Toshkent Sergelida joylashgan. Ularda hamma narsamiz, zakazamiz, YouTube kanal, Telegram kanal hammasi bor. Bizda qilinadigan ishlar bittadan tushuntirsam, motor qilinadi, hadovoy, mashina damaslari, hozirgi kunda injektor qiziqyapti odamlar. Injektor qilib beryapmiz. Korobka, remont, avtomat, mexanika, hamma barcha xizmatlar bizda bor. Bemalol YouTube kanalimdan ko'rib, Telegram kanalimga kerak ma'lumot olsangiz bo'ladi. Shu kungacha bo'lgan 2026-yil 18 yanvargacha bo'lgancha 400 ta 500 ta mashinani motorini, hadovoyini qilib, Rossiyalarda ishlab kelib, o'zimni stajimni oshirib, hozirgi kunda qo'limda 7 ta shogird bor, elektrik bor, hadovoychi bor, korobka remont qiladi, motor shumkasini ham qiladi, polni, mara hammasini ishlarini qilamiz. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, razvali ham bor, balansировка, barcha xizmatlar bizda mavjud. Shunda hozir bu tomonda ikkita xonada ish qilyapmiz. Ikkita servisimiz, stadionligimiz bor. Ikkalasi ham har kuniga ish ketadi. Bir kunda 10 ta mashinani ishini qilib beramiz. Ikkitasini motor, 4 tasini hadovoy, qolganlari mencha kalotka, almashtirish, Oqadagi hadovoylarni yuvib berish, yangi mashinalarni boshdan oxirigacha bo'lgan mexaniklar bunga chiqarib olamiz. Bizda xizmatlarimiz juda arzon, hamma narsa sifatli. Kelasizlar, ishlarimizni ko'rib, o'zlaringiz konkretlarni yaxshi tushuntirib beramiz. Qilingan ishlarimiz, bugungi ishlarimiz ko'rinadi. Bu mashinamizni o'zini remont qilgan 96-yil mashinamiz. O'zini remontlashtirib, remont qilib, ichini polni almashtirishga hamma zapchastlarimiz hisoblaydigan bo'lsa, gram zapchastlari charchab singan ichi bo'lmaydi. O'shanga yangi karburatор Xitoy qo'yib berdik. Bu mashinamizga ishib bitgan eski mashina. Buni karburatörga kelgan bo'lsa, bu mashinamizga elektron ventilator qo'yib berdim akalar. Elektron ventilatorda laboga O'zbekistonnikida bo'lmaydi, koreyskida bo'ladi. Koreyskiy variantdagi labonikini bunga moslab berdim. Ishlashlari hammasi chotki bo'ldi. Zavodskoy, datchiklari, gradislari ham zavodskoy, koreyskiy laboga o'xshab o'shandan olindi. Ko'rsatuvlar ham bor, avarenniy. Bu elektron ventilator. Yana bugun kelgan bu mashina. Kecha qildirib ketgan ventilator bugun ikkita bakovga almashtirib kelgan. Bu mashinamizni ham hozir suyucha almashtirib, shunaqa ishlab kelayapti. Bunda elektron yonib ketgan, zamkina bu biznesosni programma qilganda elektrik uchasi yonib ketgan, ishlarini hammasini almashtirib, elektrikimiz bor, elektrikimiz hamma xizmatlarni mana ichlarida polni simini 0 dan 100 gacha o'zi tashab, boshqa provoda tashab ulaverildi. Bizda hozir yana bitta damasimizda injektor olib qo'yamiz, injektor motorga elektron ventilator, elektron kablo hamma joy kompyuter dasturlari, kompyuter diagnostika programma yoziladi Damasga akalar. Damasda pasos olib tashlanadi, tablolar elektronlik bo'lib, bunga motorni balkasi bilan polni tushirib olib turib, bunga injektorni moslashni, qanaqa moslash kerak, ularni hozir men ko'rsataman, tushirib olganmiz. Bermasos baklarini bitta ko'rsataman. Ko'pchilik buni markazdagilar bunaqa moslab bermaydi, biz shuni moslab beramiz, o'zi zavodskiydek bo'ladi, birga bir tushadi. Matizdan abrasiya olingan bu narsa, to'purga lazerni cho'rgida moslashtirilgan. Matiz bezni ichida pampersi, obratni klapani hammasi ichida bo'ladi. Bezni oqmaydi, 100% garantiyasi bor ishimizda. Hamma ishimizni garantiya 100% qilib beramiz klientlarga. Injektorda motorni yoqib tushirib bu holatda qo'llanamiz. Injektorda qo'yadi. Motorni faqat atrofidagi bu tomondagi ispayti bo'lishni datchik xotiri kerak bo'ladi, maxraviga almashadi. Maxraviga manual datchik qo'yiladi, yoki korobkaning ichiga sisterna spirometr datchik qo'yiladi. O'sha narsa tushirilgan bu. Qolgan narsalar regional zavodga qoladi. Injektor xizmatiga unaqa bo'ladi. Mana bu yerda o'zimizni mana motorni tutamiz. Polni kirishga prikladka moyoqqan joylarini lasetdan almashtirib, qarab suyucha provoda kirishga prikladka qilib berilyapti. Hamma ishlarimiz mana shu. Har kungi holatda mana shunaqa bo'ladi. Yo'qlikda matizimizga suyucha provoda antifriz qilinayapti. Xullas akalar, Profmaster kelaverasizlar, hamma ishlarimizni sifatli qilib beramiz. Har kungi holatda ishlar shunaqa, odamlar kelib ishlarni qilib ketadi, hamma rozi.
Telegram kanalim, Instagram kanalim, hammasi bor, YouTube kanalim. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, Sergeli mashina bozorida chiqish darvozasi bor. Asosiy darvoza deydi. Asosiy darvozadan chiqqaningizda shaharga yurishingizda o'ng qo'lingizda metan zapravka keladi. Ahmad kafedan o'tganingizda metan zapravka. O'shandan keyin bizning servisimiz Profmaster. Megavandir ro'parasi deb hisoblanadi. Yo'lda bu tomonda bo'ladi. Xudo xohlasa shu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, foydali ma'lumot, ishlaringizni bitirish, biznes xizmatlari ham bor. Bemalol telefon qilib, Sergelini ichida biznesga chaqirsalaringiz, 50% da biznes xizmatini qilib, borib ishlaringizni bitirib, hamma narsalar bor ekan.